Isroil iqtisodiyoti zarba ostida, 57 milliard dollar yo'qotish, Donald Trump samolyotiga hujum. Amerikalik harbiylar akulalarga ajoyib yem bo'ladi. Eron Trump tahdidiga javob qaytardi. Chechenistonda ofat, minglab uylar suv ostida qoldi. Ramzan Qodirov favqulodda holat e'lon qildi. Eron Amerika desantchilariga olov yomg'irini va'da qilmoqda. Vatikandan keskin signal, urush boshlagan yetakchilarga ogohlantirish. Markaziy Osiyo suv falokati ostonasida muzliklar shiddat bilan eriyapti. Bitta chumoli $220. Keniyada chumoli kontrabandasi avj olmoqda. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Isroil iqtisodiyoti zarba ostida, 57 milliard dollar yo'qotish, Donald Trump samolyotiga hujum. Vaziyat yangi burilish oldida. So'nggi soatlarda urush nafaqat frontda, balki iqtisodiyot, xavfsizlik va global transport tizimlarida ham jiddiy silkinishlar keltirib chiqarmoqda. Floridada noma'lum dron deyarli Donald Trumpning samolyotiga urilib ketishiga oz qoldi. Shubhali apparat aniqlangach, aeroport hududida harbiy vertolyotlar zudlik bilan havoga ko'tarilgan. Bu hodisa urushning soyasi hatto AQSh ichki hududlariga ham yetib borayotganini ko'rsatmoqda. Isroil ichida esa iqtisodiy bosim keskin kuchaydi. Mamlakat Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 3 frontdagi urush Hamas, Hizbulloh va Eron bilan qarama-qarshilik iqtisodiyotga rekord darajada zarba bergan. To'g'ridan-to'g'ri yo'qotishlar allaqachon 57 milliard dollarga yetgan. Davlat qarzi esa yayimning qariyb 70% ga yaqinlashgan. Eksport hajmlari pasayib borayotgani vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Mintaqadagi harbiy keskinlik esa davom etmoqda. Bag'dod xalqaro aeroportida Iroq harbiy havo kuchlariga tegishli Antonov An-32B transport samolyoti ehtimoliy dron yoki raketa hujumi oqibatida shikastlandi. Bu hujum ortida Eron bilan bog'liq qurolli guruhlar turgani taxmin qilinmoqda. Bu esa Iroq hududi ham faol jang maydoniga aylanayotganini bildiradi. Shu bilan birga AQSh prezidenti Trump Eron bilan bog'liq kutilmagan bayonot bilan chiqdi. Unga ko'ra, Eron hurmat belgisi sifatida Hormuz bo'g'ozi orqali 20 ta yirik neft tankerining o'tishiga ruxsat bergan. Bu bayonot mojaroda faqat qarama-qarshilik emas, balki murakkab strategik hisob-kitoblar ham mavjudligini ko'rsatadi. Trump yana Isroilni qo'llab-quvvatlashini ochiq bildirib, Isroil xalqiga nisbatan iliq munosabatini ta'kidladi. Energetika frontida esa keskin o'zgarishlar yuz bermoqda. Saudiya Arabistoni Hormuz bo'g'ozini chetlab o'tish uchun neft eksport yo'nalishlarini o'zgartirib, Sharq-G'arb quvrini maksimal quvvatga chiqardi. Endilikda kuniga qariyb 7 million barrel neft Qizil dengiz orqali tashilmoqda. Bu qaror global neft bozori va logistika tizimlarida katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Amerikalik harbiylar akulalarga ajoyib yem bo'ladi. Eron Trump tahdidiga javob qaytardi. Eron qurolli kuchlari AQShning ehtimoliy quruqlikdagi operatsiyasi haqida yana keskin bayonot berdi. Xotam al-Anbiya harbiy qo'mondonligi markaziy shtabi rasmiy vakili Ibrohim Zulfiqoriy Trumpning so'nggi tahdidlariga javoban amerikalik qo'mondonlar va askarlar Fors ko'rfazi akulalari uchun ajoyib yem bo'lishini aytdi. Trumpning quruqlikdagi operatsiyasi yoki Eronning har bir qarich yerini bosib olish bilan bog'liq so'nggi tahdidlarga javoban, bu albatta endi oddiy istak emas. Biz shuni ma'lum qilamizki, islom tarafdorlari uzoq vaqtdan beri bunday harakatlarni kutmoqda. Ularning natijasi tajovuzkorlarni sharmandalarcha qo'lga olish, maydalash va yo'q qilishdan boshqa narsa bo'lmasligini va amerikalik qo'mondonlar va askarlar Fors ko'rfazi akulalari uchun ajoyib ozuqa bo'lishini isbotlash uchun, deyiladi Eron davlat teleradio kompaniyasi tomonidan keltirilgan bayonotda. Bu bayonot Pentagon Eronda bir necha hafta davom etishi mumkin bo'lgan quruqlikdagi operatsiya variantlarini tayyorlayotgani haqidagi xabarlar ortidan yangradi. Reuters keltirgan ma'lumotga ko'ra, muhokama qilinayotgan rejalar maxsus operatsiya kuchlari va oddiy piyoda bo'linmalarining reydlarini o'z ichiga olishi mumkin. Biroq AQSh prezidenti Trump bu rejalarni ma'qullaydimi, yo'qmi, hozircha ma'lum emas. Chechenistonda ofat, minglab uylar suv ostida qoldi. Ramzan Qodirov favqulodda holat e'lon qildi. Chechenistonda kuchli yog'ingarchilik tufayli favqulodda holat rejimi e'lon qilindi. Tegishli farmoyishni 29-mart kuni Ramzan Qodirov imzoladi. Kuchli yog'ingarchilik oqibatida elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga kelgan. Ko'priklar deformatsiyaga uchragan, suv toshqinlari, ko'chkilar va tosh qulashlari holatlari qayd etilgan. 27-martdan beri birgina Shali tumanining o'zida 1262 ta uy, Gudermas tumanida esa 748 ta uy suv ostida qolgan. 29-mart kuni kechqurun favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruv
qutqaruvchilari 557 ta uydan suvni chiqarib tashlagan. Checheniston hukumat rahbari o'rinbosari Ahmad Dudayevga ko'ra, qariyb 30 ta yo'l va bitta dambani suv yuvib ketgan. Shuningdek, 17 ta ko'prik, 5 ta gaz quvuri va 6 ta transformator shikastlangan. Grozniy va Shali shaharlarining ayrim hududlari, shuningdek, Nandrechning va Najayurt tumanlarining bir qismi hali ham elektr ta'minotisiz qolmoqda. Gundirmas tumanidagi Kunduxova posyolkasi va Bragun qishlog'idan 1109 kishi evakuatsiya qilingan. Aholi punktlari uzoq davom etgan yomg'irlar va daryolarda suv sathining ko'tarilishi sabab suv ostida qolgan. Shimoliy Kavkazda 27-mart kuni kuchli yog'ingarchilik boshlandi. Bunda Dog'iston eng ko'p zarar ko'rdi. Jumladan, Maxachkalada bir sutkada 50 mm dan ortiq yog'ingarchilik kuzatildi. Bu 100 yildan ortiq vaqt ichida rekord bo'ldi. Suv toshqinlari tufayli Dog'istonda 500 mingdan ortiq odam chiroqsiz qoldi. Suv bosgan hududlardan 3338 kishi, jumladan 1033 nafar bola evakuatsiya qilindi. Tez-tez hojatga chiqish, hojat chiqarishda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, ichki yo'llarni tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Eron Amerika desantchilariga olov yomg'irini va'da qilmoqda. Eron bosqinchilarga zarba berishga tayyor. Eron nashrlari, jumladan IRNA axborot agentligi mamlakat parlamenti spikeri Muhammad Boqir G'olibovning urushning 1-oyiga bag'ishlangan murojaatini e'lon qildi. G'olibov Eron rahbariyatining omon qolgan eng nufuzli vakillaridan biri hisoblanadi. Avvalroq u AQSh bilan urushni tugatish bo'yicha qandaydir aloqalarni saqlab qolgani haqida xabarlar tarqalgan edi, ammo uning o'zi buni rad etdi. G'olibov o'z murojaatida dushman muzokaralarga tayyorligini oshkora bildirayotgan bo'lsa-da, zimdan quruqlikdagi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida gapirgan. U AQSh 15 banddan iborat ro'yxatni taqdim etib, o'z talablarini bayon qilayotgani va urush davomida erisha olmagan narsalariga erishishga intilayotganini ta'kidlagan. Eron qo'shini Amerika askarlari Eron tuprog'iga qadam qo'yishini va ularning ustiga olov yog'dirishni kutib turibdi, degan G'olibov. Eron taslim bo'lishni istisno etgan va Tehronning pozitsiyasi aniqligi hamda mamlakat kamsitishlarni qabul qilmasligini bildirgan. Avvalroq AQSh mintaqaga USS Tripoli harbiy kemasida 3,5 mingga yaqin harbiy yetib kelganini ma'lum qilgandi. Washington Post nashri Pentagon Eronda bir necha hafta davom etishi mumkin bo'lgan quruqlikdagi operatsiyalarga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida yozgan. Shu bilan birga Donald Trump ularni ma'qullamasligi hozircha aniq emas. Mart oyi boshida Trump jurnalistlar bilan uchrashuvda hech qayerga qo'shin yubormasligini aytgan. Shu bilan birga shunday qarorga keladigan bo'lsa, bu haqda rasman ma'lum qilishini bildirdi. Vatikandan keskin signal: urush boshlagan yetakchilarga ogohlantirish. Rim katolik cherkovi rahbari Papa Leo XIV 29-mart kuni qilgan chiqishida keskin bayonot bilan chiqib, Xudo urush boshlagan va qo'llari qonga belangan yetakchilarning duolarini qabul qilmasligini ta'kidladi. Bu haqda Vatikan News xabar berdi. Dunyo bo'ylab 1,4 milliard katoliklar uchun Pasxa bayrami oldidan muqaddas haftani ochib beruvchi Palm Sunday marosimida Panifitik Avliyo Pyotr maydoniga yig'ilgan 10 minglab odamlarga murojaat qildi. Kelib chiqish amerikalik bo'lgan ilk papa Leo dunyodagi mojarolarni dahshatli deb atadi. Bizning Xudomiz tinchlik podshohi bo'lmish Isodir. U urushni rad etadi va hech kim undan urushni oqlash yo'lida foydalana olmaydi. Iso urush olib borayotganlarning duolarini eshitmaydi, aksincha ularni rad etadi, dedi Rim papasi. Papa Leo o'z nutqida aniq bir davlat rahbari nomini tilga olmagan bo'lsa-da, so'nggi haftalarda uning Eron urushiga nisbatan tanqidlari keskinlashgan. Marosim yakunida u Yaqin Sharqdagi xristianlar ushbu mudhish mojaro oqibatlaridan aziyat chekayotgani va bu yil Pasxa bayramini nishonlay olmasliklari mumkinligidan afsusda ekanini bildirdi. Markaziy Osiyo suv falokati ostonasida muzliklar shiddat bilan eryapti. Muzliklar erishining tezlashishi Markaziy Osiyo mamlakatlarida jiddiy suv tanqisligiga olib kelishi mumkin. Bu haqda Jahon meteorologiya tashkilotining 2025-yildagi global iqlim holati yillik hisobotida so'z boradi. JMT ma'lumotlariga ko'ra, 2024-2025 gidrologik yili kuzatuvlar tarixidagi muzliklar uchun eng halokatli yillardan biri bo'ldi. Muzliklar massasining yo'qolishi 1950-yildan beri qayd etilgan 5 ta eng yomon aksariyat rekord darajadagi salbiy qiymatlar 2016-yildan keyin
qayd etilgan. Bu jarayonlar ayniqsa Markaziy Osiyo uchun katta xavf tug'dirmoqda. Pomir, Tianshan va Hindukush muzliklari mintaqaning eng yirik daryolari Amu daryo, Sirdaryo, Zarafshon va Panjni suv bilan ta'minlaydi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonning suv ta'minoti, qishloq xo'jaligi va ekotizimlari aynan shu daryolarga bog'liq. Ekspertlarning ta'kidlashicha, qisqa muddatli istiqbolda tezlashgan erish suv oqimini ko'paytiradi. Biroq kelajakda bu daryolar sathining ayniqsa qurg'oqchil davrlarda barqaror pasayishiga olib keladi. Gidrologlar bu bosqichni suv cho'qqisi deb atashadi. Undan keyin esa uzoq muddatli tanqislik boshlanadi. Bitta chumoli $220. Keniyada chumoli kontrabandasi avj olmoqda. Keniyaning Rift vodiysidagi Gilgil shaharchasi global qora bozorni xom ashyo bilan ta'minlovchi noqonuniy savdo markaziga aylandi. Bu yerda yomg'irlar mavsumida ona chumolilarni ovlash avj olgan. Dunyo bo'ylab shaffof sun'iy uyalarda chumoli boqishga bo'lgan qiziqish ortishi ortidan Keniyaning qizil rangli ulkan Afrika chumolilari kolleksionerlar o'rtasida juda qadrlanmoqda. Internetdagi qora bozorda bitta urug'langan ona chumoli $220 gacha sotilmoqda. Bitta ona chumoli butun bir koloniya yarata oladi va 50-70 yilgacha yashaydi. Skanerlar organik moddalarni qiyin aniqlagani bois ularni oddiy pochta orqali jo'natish oson. O'tgan 2025-yilda Naivasha shahridagi mehmonxonalarning birida Belgiya, Vyetnam va Keniya fuqarolaridan iborat jinoiy guruh qo'lga olindi. Ulardan 5000 dona tirik ona chumoli musodara qilingan. Hasharotlar nam paxta solingan prebirka va shpritslarga joylangan bo'lib, bu ularga 2 oy davomida tirik qolish imkonini bergan. Yaqinda esa Nayrobi aeroportida yana bir Xitoy fuqarosi 2000 dona ona chumoli bilan qo'lga tushdi. Qo'lga olinganlar bioqaroqchilikda ayblanib, qariyb $7700 miqdorida jarima to'lagan. Mutaxassislar ushbu savdoning ikki tomonlama xavfidan ogohlantirmoqda. Birinchidan, Keniyada ona chumolilarning ommaviy ovlanishi koloniya halokatiga va biologik xilma-xillikning kamayishiga olib keladi. Ikkinchidan esa o'zga hududlarga olib ketilgan bu chumolilar qochib ketib mahalliy qishloq xo'jaligiga, ayniqsa g'alla ekinlariga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.